Ona duo qiling. Ketyapsanmi jonim bolam? Duodaman hamisha, ilohi amin. Omadingni bersin bolam. Ilohim ishlaring unumli bo'lsin. Alloh panohida bo'lgin. Xayrli, ehsonli bola bo'lib yurgin. Alloh. Mayli, yaxshi o'tiring ona. O'zingni ehtiyot qilgin jon bolam. Ko'cha-ko'ylarda o'zingni ehtiyot qilgin.我们得多少呢？ Ona. Ona, hamma sizni duolaringiz bilan ekan. Kechiring meni. Duo qiling. Shu duodaman bolam. O'ngin, o'sgin, martaban ulug' bo'lsin ilohim. Olinglar bolalarim, olinglar. Nimaga odamga alohida kosada suzding? Qo'llarini laganga uzatib, ovora bo'lmasinlar dedim-da. Kela. Ovqatsiz juda mazali chiqibdi, kartoshkali bo'lsa ham. Rahmat. Hozir siz kartoshkali manti yedingizmi shunda? Ha, bolam, juda mazali bo'libdi-da. Nima? Sen hozir o'zimizga go'shtli, yog'li manti suzib, odamga alohida kartoshkali suzdingmi? Bolalarniki bilan adashtirib yuboribman shekilli, adasi. Ada, shu keliningizni bitta duo qiling. Ilohim. O'zidan battar kelin uchrasin. Voy, Adasi, voy, to'xta. Nimaga nuqul sizga orqa qilaveradi u? Tavba qildim. Balki biz hech narsa yemasdan, ichmasdan faqat singlingizni boqarmiz. Boya singlingiz kelib ketdi. Singlim? Yaxshi ekanmi? Nega yetmaysan menga? Oxirroq kelardim ishdan. O'zi tez kelib ketdi. Birovga kelgan ekan. Nima deydi? Nima ham derdi? O'zi dardini aytgani keladi-yu, faqat singlingiz. Hey, o'zingga qarab gapir. Singlim to'g'risida gapiryapsan. Hurmatini joyiga qo'y. Tinchlik ekanmi o'zi? Kreditga uy olishdi-yu. O'shani pulni endi to'lash olmayotgan ekan. Hozir to'lov qilmasam, ko'chada qolamiz, uyimizni olib qo'yishadi. Topgan pulimiz ro'zg'ordan ortmayapti. Aka pul berib tursinlar deb yig'lab ketdi. Sen nima deding? Akangiz ham hozir ortiqcha pullar yo'q, yaqinda mashina oldiray dedim. Rostdan ham hozir ortiqcha pulingiz yo'q-ku, to'g'rimi? To'g'ri aytibsan. Voy, assalomu alaykum. Hey, Dedingiz? assalom. Qo'lingizdagi nima? Uyga hujjatlar. Qanaqa uy? Shu uy. Tinchlang. Qo'limizni past tarafini sotdim. Nimaga sotasiz? Pulini singlimga beraman. Qarzlarini to'lab olsin. Singlingizga pul berasiz? Qarzini to'lash uchun, a? Uni bo'ynida eri bor. Nimaga nuqul sizga orqa qilaveradi u? Tavba qildim. Balki biz hech narsa yemasdan, ichmasdan faqat singlingizni boqarmiz, a? Nimaga uni qarzini siz to'lashingiz kerak? Qo'ysangchi, ota uyda qizlarni ham haqqi bo'ladi. O'zi bitta singlim bo'lsa. Eplab yordam qila olmayotganimga yarasha. Hech bo'lmasa haqqini bering. O'rgildim. Qattiq singlingiz kelganini aytdim.
qara, namcha bitta gap qaytaraversan. Bu uyda meni ham haqqim bor. oling qo'lingizni. Ota uyda har doim kichkina o'g'il qoladi. Yaxshiligicha uyni bo'shatib qo'ying. Bu uy meni uyim. Uyni bo'shatib qo'yadigan bo'lsam ham, o'zimni haqqimni olib, keyin bo'shatib qo'yaman. Qanaqa haqqingiz? Rahmatli otam bu uyni qurib, allaqachon meni nomimga o'tkazganlar. Agar to'g'rilicha chiqib ketmasangiz, qonuniy yo'l bilan hal qilaman. Nima? Qonuniy yo'l bilan? Sen hozir meni o'z ota uyimdan kuch ishlatib haydamoqchimisan? Ha, shunaqa. Menga qara. Bu uyni yelkam chiqib ko'rsin. Bugundan boshlab okamga yo'lda so'ragin. Bopladingiz. Odam degan o'zini izzatini, hurmatini bilishi kerak. Har doim uyda kichkina o'g'il qoladi. O'zlari hamchi haydashga majbur qildilar. Shu paytgacha uy-joy qilib chiqib ketganlarida shunaqa bo'lmasdi. Ada, amakimgilla ko'chib ketishyaptimi? Voy, ha, ketishyapti. Endi qayerda yashashadi? Sani nima ishing bor? Boshqa uyda yashashadi. Aka, adam bilan amakim urushib, amakimni haydaverdilar. Rostdanmi? Ha, rostdan. Men ham katta bo'lsam, sizni xuddi shunaqa qilib haydaveraman. Chunki men kichkinaman-ku. Bu uy-joy, hovli hammasi menga qoladi. Siz o'zingizga boshqa uy topib qolasiz. To'g'rimi, Ada? Bu uy-joyni hammasini menga qoldirasiz. Oyi, qornim ochib ketdi. Ovqat qilib bering. Hozir tuxum qaynatib beraman, xo'p? Yana tuxummi? Tuxum yeyim kelmayapti. Sabr qilib tur, bolam. Oyligim tushsin, yaxshi ovqat qilib beraman senga, xo'p? Hozircha shuni yeb tur. Yo'q, tuxum yemayman. Undan ko'ra tog'amnikiga boraylik. U yerda zo'r ovqat qilishadi. Birga yeb kelardik. Tog'aynikigami? Hozir men telefon qilib so'rab ko'ray. Alo. Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Singlim yaxshimisan? Rahmat. Aka, bugun uyda bo'lasizmi? Jiyaningiz bilan sizni ko'rgani bormoqchi edik. Ha, bugunmi? Hozir keling singlisi bilan onasini ko'rgani ketyapti. Shunga keyingi hafta kela qolarsan. Maylimi? Mayli aka, mayli. Yaxshi borib kelsin. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p. Oyi, yana tuxum yeyman dedim-ku. Boriga sabr qilib tur, bolam. Oy. Aka. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Arizlar, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Yordamlash tog'angga. Olma bilan. Nima qilib ovora bo'lib yuribsiz? Ovorasi bormi? O'zim uyda kutib olmaganimga yarasha kelib o'zim xabar olib ketay dedim. Keyin singlisi bilan onasidan xabar olgani ketganda men singlimdan xabar olgani kelmaymanmi? Rahmat aka. Boringizga shukr.